Global Peace Chain'dan boshqa konferensiyaga jo'natmayman. O'zim ham bormayman. Boshqalarni ham jo'natmayman. Потому что я знаю. Lekin grant olgan bolalar bo'lishdi. Qani nechta yozgi maktablarga grantlar olishdi studentlarimni. Oksfordning yozgi maktablari, lagerlari, o'shanaqalarga polniy grant olganlar bo'ldi keyslar. Biz chunki zo'r topshiramiz studentlar bilan o'zimizni edit qilib berib topshiramiz. Они получают гранты. Но иногда бывает такое, что принимают, mana Stanfordning yozgi maktabi bor. Принимают, lekin hech qachon anaqa emas. Application fees ham bor uni. Stanford bo'lmasa, come on. Application fees ham bor, lekin hech qanaqa scholarship yo'q. Xalqaro studentlarga yozgi maktab $6000 kamida turadi. U yerga borib, tipi yozgi maktabda o'qish, lekin Global Peace Chain emas, masalan Stanford o'ziniki. Stanfordning o'ziniki yozgi maktabida prям kurslar, 3 ta kurs olasiz yozda, onlayn o'qiysiz yoki offlayn o'qiysiz, ularga borib viza kerak bo'lmasa, onlayn vыбрать qilsa ham bo'ladi. То есть некоторые вот Stanford, Harvard yozgi maktablarga o'qishga kirish ham qiyin, application fees ham bor. No еще unda kreditlarni olib yetarli ballani olish qiyin, no еще pulli.